qorong'ida ko'rmayapti. Bunga ham karmishkacha qilib qo'yganman uy sharoitida. Tishlaydi bunday qilib plastmassasini. O'sha karmishkasi kelgancha bunday qilib qo'yganman damashni. O'sha uchun to'kmaylar yeb bitiradilar. Bunaqa o'zini yemidan berib ko'rdim bularga. Bir mahal beribman, ujunga berdim kecha. Bir mahal ekonom qilib, baribir ham bir mahal bunaqa qo'shma svetoforchalardan beraman. Bir mahaliga o'zini nimasidan beraman, ko'rmidan beraman. Ana shunday qilib boqibmiz. Quruq etchalarni yeb, bedachalarni damashni jaydarsiga boqamiz biz. Shunga ham tarozicha onlayn zakaz bergan biza. Tarozichamiz kelib qolsa, har kunligini sizlarga nima qilib boraman? O'lchab ko'rsataman sizlarga. Masalan, 2 oylikka qancha meni quyonchalarimni qiziqqanlar bo'lsa, shularni sizlarga ham ko'rsatib boraman. Taroz zakaz berganman, kelib qoladi ham. Mana quyonchamiz ham rosa yaxshi-da bu. Bolalarimiz o'ynab katta qildi. Buni nima bilan velikan bilan nimada chatishga nima ana bu o'sha bacham biladi, o'shani chatishtirgan qaysidir bilan velikan zotday oyoqlari katta chiroyli narsa. Shuni yaxshi ko'radilar. Bularga mana nimachasi karmishkachalarda yeb bitiribdi bularga. Damashli karmishkacha bo'lmasa to'kadi bular. Bir isrof qilmasin yemni deb mana shunday qilib sharoit qilib qo'ydim hozircha. Bozor chiqqanmiz. Bozorga kecha juda yaxshi bo'ldi bozorlarimiz. Mana bunday qora quyonchalarimiz men bu yoqqa sizlarga ko'rsatgan edim. Mana bularni oldiga bularni tashlab qo'ydim joyiga. Bu yoqqa qora quyonchalarimiz bor edi 6 ta, 5-6 ta. Mana shularni sotib yubordik kecha go'shtga, erkak quyonchalarimizdan. Ular ham yaxshi go'sht qilgan ekan, kamida 2 kilodan go'sht bor ekan. Sotib yubordik 2,5 kilo, 2 kilo mayda quyonchalar edi ular, qora quyonchalarim. Hol 3-oyga endi o'tayotgan edi, 2 oyligi 2 kilo, 2,5 kilodan chiqdi. Seshka oldilar hammasini. Bittasi 3 kilo chiqdi. O'sha yoqqa oldilar. Bitta joyga olib ketdilar go'shtga. Men aytdim, hol tayyor emas edi. Men aytdim, sal ishi bor desam, yo'q biz suyishga olamiz, o'zimiz boqamiz. Hayma aytdim, sotib yubordimki. Mana quyonchamizni apetiti juda yaxshi. Bugun yotlik suvlardan yana bir bor berdim.